Assalomu alaykum. Hammani juma kuni hayit ayyomi bilan tabriklayman. Bizda yomg'ir. Ertalabda mana ishga chiroyli bo'lib, Toshkentdan olib kelgan sovg'amni kiyib, buni menga Madinочка podarka qilgandilar. Вот, очень красиво, мне нравится. Bugun bilinish kerak, что menda bayramona kayfiyat ekanligi. Вот, но тем не менее, ishda hech kim отменять qilmagan, hayit bo'lishiga qaramasdan bugun mana bizda ertalabda ikkita перенос и ko'riklar davom etadi. Xudo xolasa sizlar bilan bo'lishaman. И Питер, inshaalloh, ertaga sizlar bilan ko'rishamiz. Я не знаю, как я так успеваю, mashalloh, Allohga shukr. Hamma yoqqa kuch yetkazgandan, ulgurayotgandan, borib kelayotgandan. Chunki dejurstvodan chiqib kecha juda ham boshim og'ridi. O'tgan haftadan beri menda o'ddih bo'lmaganligi uchun. И mana ertaga yana